Bala yerim keçidi uxlayotgan dadasiga telefon qilib, dada, ati bizni bayramni qo'yib turdi. Kompyuterimni ochib, mening ma CS:GO o'yinimni g'ingshing qilib qo'y. Bo'lmasa ati bakchiq vaqt ketadi, men berib o'ynamayman debdi. Ma gapni anglab, ma dada sizlarga o'xshash bolasini tillab, ayblab, "Kimma qo'y maktabda nimish qo'yib turkasin, kasbi o'g'nish qilmay demang, o'yin o'ynayman deb o'tamsa, deb ketmay, to'liq o'tirib qo'ygan bor ekan. Ma'qul deb yerim kechida qo'pib chiqib, kompyuterni ochib, o'yinni g'ingshing qilib qo'yibdi. Haqiqatan endi bu bola kelgandan keyin bayram kechasi o'g'riqsimda qarshi bolasi kechicha deb yo'shi o'ynayotgan. Endi buni do'yinga chiqargandan keyin ko'pchilik degan buni tillab, "Ba, o'tir maktabga govar degan noit, muhim vaqt tursa, uzoq qolmay govsang chiqadigan tursa, bu vaqtida balani anda qilib, yama o'tib, sen bu filmni taqib, bizning balalarimizni zarlab, nurg'un gaplarni qilgan. Biroq bu dada qilch hech kimga parvo qilmagan, lekin tuyuqsiz oldiki bir pinglonni ko'rib, digini o'yin chiqqan. Bu pinglonni nima debdi desa, u balang bu bijibirde oyun oynasa bak kichik ma ekrani kichik bo'lib qoladi. Bu balangni yuqoriroq ekran epamamsa, ko'ziga ziyonlayib desa, ikkilanmay bozor qo'yib, siki g'avshu olib, shu oyun o'ynaydigan ekrandan birini, cho'ng ekrandan birini akib turibdi. Endi buni ko'rgandan keyin ko'pchilik yana olaman deb qilsa, oristga bir pinglunda bu bijibirning oyun o'ynashni misal toz yaxshi emas, yaxshi ko'tarmaydi. Eng yaxshisi balang bir tal tayjirjidin binib, ekranni atayda epiribsa degan keyin bu gap anglaydigan dadika, ikkilanmay bozor qo'yib, yengdan bir tayjirji, sulung, chiling, shanka bilan qorashtirib turibdi. Aranglarda netçinlarning mashtiq shankasi va oyun o'ynaydigan balliqdi ya bu shankaning qanday yomon ham bahosining qimmatligini. Endi bola buni ko'rib ajoyib qo'shilibdi, dadasi deganni suyib quchoqlab, endi buni to'g'ri yo'llagan keyin heliq pingning qilganlimi hayron qolibdi. "Voy, bu senga dis rostli qildi ekansan sen, rost epiribsan go" deb hayron qolgan. Nurg'un ota-onalar endi davomli aytgan. Bu dadining do'yining bosh beqiga kirib boqqandan keyin nurg'unlar degan. Yeni bu dada ölüm girdavdan bir qaytib kelgan dadika. Yeni aldınqı birciliği bu balası bilan birlikte bir taqqa sayohatga chiqib, bu yerda menvatgan vaqtida yomg'ir yog'ib ketib, tog' siyrilib, qiyodan siyrilib bu dada ölüp ketgan, tas qolgan. Aşı Hayat Mamat girdavdan Yamar ajaning qishidan qaytib kelgan. Bu shundaq Hayat Mamat tumshug'idan yenib kelganlar bu hayatdan nimining eng muhimligini, nimlarning qat'iy amaliyat muhim emasligini haqiqiy tushunolmaydi. Biz unda hissiyotga kelib baxmagan, u ishni qilmaganlar ming so'zlab bersam tushunmaymiz. O'ylab bakinglar, shu qiyodan sirilib ketib, shu daqiq vaqtning ichida bu dadining kallasiga tuman ming xiyol keldi odamning shunday vaqtning o'zichu. Shunchalik qisqa vaqtning o'zida o'zining ota-onasi, balasi, ayol nurg'un ishlarni xotirasini o'ylab chiqalaydi odam. Endi mush vaqtning o'zida bu dadimi, "Ey, o'lib ketib qolgan bo'lsam, bu balam bilan menga xo'shlashar ekanman. Navad sirilib tushib ketgan men bo'lmay, balam tushib ketib, balam o'lib ketgan bo'lsa men qanday qilib bo'g'iydim" degan nurg'un xayollar qalbisidan o'tgan. O'ylab bakinglar. Shuning bilan bu dadining to'rdoshlariga bergan oxirgi inkosi nima bo'pti desanglar, "Mening balam sizlarning balanglar bilan birlikda jontaga chiqib taqdirnoma oldigan yerda tang turolmasligi mumkin taqdirnoma sufista. Biroq mening balam oliy maktab imtihon besim tufaylidan binodan sakrab olganlar qatorida hargiz turmaydi" degan. Ben bundan 100% xotirjam. Hamma ota-onalarning og'zi itilib qolgan. Endi bu deganlik balanga hamma kompyuter epirib o'yin degan o'ynaydigan quvvat deganlik emas. Hamma ishni muvofiq tanlashni bilishimiz kerak, shunami? Endi bu balaning o'rganish natijasimi mundaq yaxshi o'tib ketgan bilan sinfda o'tiral holatda o'nning oldiga o'tamizmi, o'nning keyinda qolmaydigan holatga bola ekan. Bizmi balalarimizni o butkul besim bilan sovuq mandaq emas. Bir o'tiral yo'lda balalarning shu balliq vaqtdagi bir xo'shalligimi bor. Endi majatdimi bir yaramsiz bo'lib qolmaydigan mushuni qaraq bir holatni shakllantirishni har bir ota-onalar chunqur o'ylab beqishimiz kerak. Balalar bilan birga o'yin o'ynaydigan, shunday qiladigan ota-onalardan natijasi va men bu kunda qizimning ma danzay paydasini shunga qilib qo'ymay, binaslarni lingliqib epirma taqiy.